2-5-6 sinf o'quvchilari diqqatiga. Siz ijodkormisiz? Respublikamizdagi ijod maktablari o'quvchisi bo'lish sizning orzuyingizmi? Tengdoshlaringiz orasida o'z iqtidoringizni namoyish qilmoqchimisiz? Unda bu tanlov aynan siz uchun. Ijod yoshlar respublika tanlovi yurtimizdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarining 4, 5, 6 sinflari o'rtasida o'tkaziladi. Tanlov 2 bosqichdan tashkil etilib, tuman bosqichi joriy yilning mart oyida, viloyat bosqichi esa aprelda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Ijod yoshlari tanlovining asosiy maqsadi yosh ijodkor o'quvchilarni aniqlash, ularning ijodga bo'lgan qobiliyatlarini yanada oshirish, nazm, nasr, badiiy publitsistika, adabiyotshunoslik kabi yo'nalishlarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirish va ular uchun kerak bo'lgan zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat. E'tiborli jihati shuki, tanlovning 1, 2, 3 o'rinlarni egallagan 6 sinf o'quvchilari navbatdagi o'quv yilida ijod maktablariga belgilangan qabul parametrlari doirasida imtihonsiz qabul qilinadi. Shuningdek, 1, 2, 3 o'rinlarga sazovor bo'lgan 4 va 5 sinf o'quvchilari kelgusi yilda tanlovning 2, ya'ni viloyat bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Shoshiling, vaqt oz qoldi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Siz eng yaxshisiga munosibsiz. Tanlovda qatnashish uchun joriy yilning 15-martiga qadar ijodyoshlar.pima.uz onlayn platformasida ro'yxatdan o'tish lozim.